Barchaga assalomu alaykum. Mana bugun ushbu fayzli bir koshonada unutilmas kun, ya'ni hammamizni mana shu dargohga yig'ilishimizga sababchi bo'lgan inson Liliyaxon onajonimizning tavlid ayyomlari ekan. Biz jamoamiz nomidan qolaversa, farzandlari, yaqinlari nomidan onajonimizga uzoq umr, sihat, salomatlik, oilaviy tinchlik, xotirjamlik, baxt, omad hamisha yor bo'lishini chin qalbimizdan so'rab qolamiz. Ilohim onajon umringiz uzoq bo'lsin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Nimaga o'ylagan orzu niyatlaringiz bo'lsa, barchasi siz o'ylagandanda ziyodasi bilan amalga oshsin. Quyosh qadar mehrining nuri, dunyolarda umrim mazmuni gullar soching shirin iforlar. Bugun onam tug'ilgan kuni, qaldirg'ochdek boshimda giryon, baxtim ko'rib baxtlidir har on. Aziz boshi bo'lsinlar omon, bugun onam tug'ilgan kuni. Borligi sabab yasharman quvvat, o'sib ulg'aydim bag'rida yayrab, kulgusi bayram, baxtimga hardam yuz yoshlar bilan yuzlashsin onam. Onajonim, gul rayhonim, mehribonim tug'ilgan kun. 18 bahorni qarshi olganingiz bilan jamoamiz nomidan qolaversa, mana shu yerga yig'ilgan barcha yaqinlaringiz nomidan chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Endi onajonimiz uchun kim yurakda dil izhorlari bo'lsa, bir sizlarni chorlab qolamiz. Bemalol qalblaringda tugilgan chiroyli dil izhorlarni onajonimizga yo'llashingiz mumkin. Deb sana Selin. Allah'a şükür bana torunçuklarım. Biz hepimiz yürekten Selin'i поздравляем с твоим юбилеем. Дорогая моя старшая сестра, поздравляю тебя с днем твоего рождения. Желаю тебе здоровья, удачи, счастья, благополучия, огромного здоровья для нас всех, для детей своих, для внуков. Мы все тебя любим, уважаем. И я не знаю, что сказать. Всего самого хорошего тебе. Люблю, целую.